Обычно bizada kushatkalarimiz ko'p. Ko'pchilik aytadi, bitta kosmetologsiz qanaqa qilib shuncha kushatkada patsientlarni qabul qila olasiz? Kutib qolmaydimi yoki ustma-ust bo'lib ketmaydimi? Nimaga bunaqa bitta kosmetolog bitta patsient qabul qilmaydimi deb gapirasizlar. Balki afsuski, balki к счастью bu narsa patsient juda ham ko'p. Bu ilojim yo'q. Kimnidir отказ qilishga, kimnidir qabul qilmaslikka iloji yo'q. Biz patsientlarni maksimalni qo'lim, oyog'im, miyam, tilim imkoni bor qadar biz patsient qabul qilamiz, lekin hech kim kutib qolmaydi. Hamma vaqtida yotadi, joylashadi. Bizni bitta joyimiz, sizni yuzingizga surilgan maska 15 minut, 20 minut turadi. Ba'zan обезболивающийlar 40-45 minut turadi. O'sha paytda biz barcha patsientlarni shunaqa to'g'rilab qabul qilamiz. Hech kimni kutib qolmaydi. Hamma o'z vaqtida kelib, yotib, o'z vaqtida chiqib ketadi. Bunga imkoniyatimiz bor. Shuni har doim inobatga olinglar va qo'rqmasdan muolajalarga yozilaveringlar.